Assalomu alaykum. Xorazm xalqi, Qo'shko'pir xalqi, yaxshi yotibdingizlarmi? Bugun bir ajoyib kun, bolalar kuni. Bolalar kuni bo'lsa, katta bayram bo'ladi bu. Bolalarimizni sho'x shodon ko'rish, Alloh taolo hamma nasib etib shu bolalarning o'yin kulgisini ko'rish hammamiz ne bo'ladi. Jalladdi o'g'lim akşam bozorga boraman dedi, bozorga bordik ana. Quvonib ne bo'lib turibdi. Bugun endi xudo xolasa nereye boramiz? Kafeye. Kafeye boradi ekan bu. Marvariddan kafeye akşam skitcha dedim, bir neda aksiya dedim. Şöyle boramizsam 10 shashlikka 5 shashlik qo'shtirib 15 shashlikni Jalladdi yeb bilasanmi ekan 15 shashlikni? Ha? Yeyverasan qisanda endi me'yorida yeb, olib borib bayramda hammani olib borib kelamiz apchangni. Qo'llab-quvvatlab turganlarimiz uchun podpiskalarni, layklarni, kommentariyalarni yozib turganlarimiz uchun sizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qolaversa bir narsa aytchagadim. Jalladdi o'g'lim quvonib, xursand bo'lib nega girib borayotir. Bilsangiz agar ko'pchilik Qo'shko'pirlar biladi, shu o'g'lim Xivoda maktabda o'qiradi. Xivoda maktabda o'qib yaxshi bitta natijadan so'ng bu yerda odamlar bilan muomala etmasadi bu. Salom alaykum desa ham netmin hozir bitta salomni o'rgandinglar, Allohga hisob shukr. Nega qiziqib borayotir. Bu yerda o'zlarimizni Beruniy maktabına berdik. Beruniy maktabindagi o'qituvchilar yaxshi qabul qilib olib o'g'limni qiziqtirib boshladilar. Odamlar bilan muloqot etib, xursand. Akşam bozorda "Ma podpiska bosdingizlarmi, meni ko'rdingizlarmi?" deb bolam xursand. Allohga hisob shukr. Bu degani sizlar qo'llab-quvvatlab shu podpiskalar, like'lar bossangiz, bu kim podpiska etdi, kim yozdi? Dedingiz qo'shiq namozi ko'rdingizlar. O'zi o'qishni chala biladi u, bilmaydi uncha. Lekin uju yanqini so'zlarini uju so'zini o'rganib turibdi-da, shuni yod olib turibdi. Kim nomi desa shuni biladi, yod oladi. Shu deyarli o'zing ham ayt endi, qaysi qo'shiqlarni yana o'rganib bilganing? Siz anaga qo'shiq qo'yasiz. Siz Dilmurod Sultonovning challenge'ini qaytsak, Dilmurod Sultonovning challenge'ini bugun Marvarid kafeda aytib beradi va Marvarid kafega borgan. To'g'rimi bolam? hozir men opamachasiz. Hozir olib boraman endi satakara, desa 9 bo'ladi endi. Olib boramiz xudo xolasa. Esa hammaga xayrda. Hayır. Görüşünce hani parka varamiz, parkdan aylantiramiz seni. Katta rahmat qo'llab-quvvatlab bizani tushunganligingiz uchun. Negativ gaplar gerek yok. O'g'lim xudo xolasa o'zgarib yaxshi bo'lib boradi.